Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Bugun 2026-yil 26-yanvar kuni mana chilla suv. Buni qo'yyapmiz bidapoyaga. Chilla suv, yaxab suv ham deyishadi bir xilla. Chilla suv, tilla suv degan naql ham bor xalqimizda. Bidapoyaga mana mahalliy gunglarni sochdik. 5 tilchika 6 tilchikalab sop chiqildi hamma joyga aylantirib 2 hektar joyga. Endi qo'yyapmiz mana. Suvni mana bir 2 kun oqizamiz. Chilla suv deganda. Chilla suvda. Bidapoyaga qanday foydasi bor degan akalarga mana bidapoyani tomirini mana semiz qurtlar bor. Zarar ko'rganda hasharotlar tomiriga yopishib oladi qishda. Jon saqlash uchun ana shular suv yaqday suv borgani hisobiga kechasi muzlasa agar o'ladi ko'pchiligi. Mana kurkalamishlar mana kovlagan mana kurkalamishlar o'ladi suvga. Sovuqda. Hani mahalliy gunglarda molni porisini sochib chiqdi yaxshilab. Bir kun oqsamiz, bir kun oqadi, endi kechasi bilan oqadi, ertaga yopiladi endi. Naraqlarga qo'yamiz. Mana tollarga ham ancha foydasi bor. Yaxab suvda, chilla suvda. Mana yerlar bijirdab mazza qilib ichyapti-da yerlar. Bidapoya, bidalar. Yer sho'r bo'lsa, sho'rni yuvadi. Ancha zo'r foydasi bor. Yozda issiq kunlari, yoz saratonlarda yer suvsamaydi uncha-munchaga. 2-3 suv o'rnini oladi. Mana shu yoz chillasida sug'orsa 2-3 marta sug'organdek bo'ladi yozda. Zo'r foydasi bor. Sug'orish kerak hozir dehqon bolalar kechikmasdan. Bidapoyani tomiri kattalasi semiradi. Yani nima deymiz? Foydasi ko'p. Mana bog'larni ayniqsa sug'orish kerak. Bog'larni olma, anorlarni hozir ayniqsa uzumlarni sug'orish kerak. Ancha foydasi bor bog'larga. Bog'larni tanasida, tomirda qurtlar bilan ayniqsa olmalarni semiz qurt degan oq qurt bular yeydi tomirini. Ana shular o'ladi. Yer muzlasa yaxshilab. Endi muzlasa yaxshi, zo'r. Muzlamasa ham foydasi ancha bor-da. Zo'r bo'ladi. Nasib bo'lsa. Mana bidapoya qo'yyapmiz. Mana bidapoyaga ham ekilganiga bu yil 5-yil bidapoyaga. Endi ajriq bosgan ozroq joylarini. Endi bu yil ham qaraymiz yaxshi. Uncha yaxshi bida bo'lmaversa bizamiz. Mahalliy gunglar mana sochib tashladi. Mana mahalliy gunglar ko'pchilik bidaga begonot bostirib beradi deb solmaydi ko'pchilik. Mana shunday qilib sochib turib suvni qo'yish kerak, sharbat qilib sug'orish kerak chilla suvini. Zo'r bo'ladi. Bidaga ancha foydasi bor. Amapostdan ko'ra yaxshi. Amapostdan zo'r bo'ladi bu mahalliy gung. Chirigan gunglar solish kerak. Begona o't bostiradi. Bu bekar gap bu. Begona o't bostirmay hech qachon. Begona o't bossa o'riladi, bida bo'ladi, nima bo'ladi? Zo'r bo'ladi. Qo'ylar qo'yaverib, suvni qo'yyapmiz dashta. Hurmatli yurtdoshlar. Yaxab suvi chilla suvi deydi. Yaxab suvni qo'yish kerak hozir kechikmasdan. Shu kecha kunduzda mana qishda qishga sovuqroq bo'lyapti. Qo'yish kerak kechikmasdan. Fevral oylari ham qo'ysa bo'ladi endi.
Bir xilda 2-3 marta qo'yiladi. Endi bir marta qo'yamiz, endi qo'ldan kelgancha. Zo'r foydasi. Qurt-qumursqalar tomirda, hasharotlar o'ladi. Ayniqsa mana ko'rkalamishlar o'ladi. Tomirni yemaydi, vidapayani. Zo'r bilaman. Dehqon bog'lar kechikmasdan yig'ib suvni qo'yingizlar.